Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga kartoshkadan 3 xil retseptni qilishni o'rgataman. Juda ham mazali hamda hammada bittada o'xshab chiqadigan retseptlar. Bismillahirrohmanirrohim deb birinchi retseptimizni boshlaymiz. Buning uchun ko'rib turganinglardek 4 ta dona kartoshkamizni to'g'rab olishimiz kerak. Videoda ko'rsatilgandek qilib 2 ta dona sabzimizni maydaroq qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan kartoshka sabzilarimizni qozonchaga solib, ustiga suv solib qaynatishga qo'yib qo'yasizlar. Ichiga 1 qoshiq tuz ham qo'shib yuboringlar. Mazasini yana ham yaxshi qiladi kartoshkalarni pishish jarayonida. Bitta dona piyozimizni maydaroq qilib to'g'rab olishimiz kerak. To'g'rab tayyorlagan piyozlarimizni tovamizga yog' solib, tovaga solib ozgina qovurib olamiz. Ozgina piyozlarni o'ldirib olishimiz kerak. Qizartirib tashlash shart emas. Piyoz ozgina o'lsa bo'ldi. Mana shunaqa holatga kelgandan keyin antenna idishga ko'tarib olsanglar ham bo'ladi. Bu orada kartoshkamiz bilan sabzimiz ham pishib oldi. Bitta tekshirib olamiz kartoshkalarni. Keyin antenna idishimizga suvdan yaxshilab silkitib solasizlar. Tayyor bo'lgan kartoshka bilan sabzini yaxshilab esadiganda pyure holatiga keltirib ezib olishimiz kerak. Ozginagina 10 grammcha sariyog' qo'shib yuborasizlar. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Ta'bga ko'ra tuz, ozgina qora murch ishlatamiz. Menda yaxlatilgan rayhon bilan zelenlarim bor edi. Shularni sovordim. Qo'rab tayyorlab qo'ygan piyozimizni ham qo'shib, hammasini bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Agar qaranglar, kartoshkalar har xil bo'ladi. Yumshoq kartoshkalar ham bo'ladi, qattiqroq kartoshkalar ham bo'ladi. Pishish jarayonida ezilib ketadigan kartoshka bo'lsa sizlarniki, unda 2 qoshiq un qo'shib yuboringlar qiymasiga, pyuresiga. Shunda kartoshkalar yoyilib ketmasdan o'zini ushlab turadi. Qo'limizni ozgina yog'lab turib yasab olamiz. Kotletlar mana ichiga xohishga ko'ra sir yoki qiymalardan solsanglar bo'ladi. Menda tayyor pishirilgan tovuq filesi borligi uchun shu tovuqdan foydalanyapman. Ozgina solib ichiga mana shunaqa qilib tugib olasizlar. Agar nachinkalar bo'lmasa, o'zini ham yasab qovursanglar bo'ladi. Ichiga solish xohishga qarab. Agar sirlar bo'lsa sovorsanglar, vobshe zo'r bo'ladi kotletinglar. Aytib o'tganimdek, qo'linglarni yog'lab turib yasab olsanglar, qo'linglarga yopishmasdan chiroyli bo'lib yasaladi. Mana tayyorlab oldik. 4 ta dona kartoshkadan 8 ta katta kotletlar chiqadi. Endi ustiga 2 ta dona tuxumni chaqib olamiz. Ozgina tuz qo'shib aralashtirib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib tuxumga, so'ng non uvog'iga yaxshilab botirib chiqishimiz kerak. Non uvog'ini magazindan sotib olmasdan o'zingizlar bemalol uyda ham tayyorlasanglar bo'ladi. Suvi qochgan iskaro nonlarni to'g'rab qotirib olib, suxariy qilib olib, ularni мясорубкаdan yoki chopper yordamida maydalab olsanglar, mana shunaqa kotletlarni ustiga bemalol ishlatib turasizlar. Tovamizga yog' solib olamiz. Unaqa ko'p yog' solishimiz shart emas. Videoda ko'rsatilgandek ozgina yog' solib turib, balandroq olovda kotletlarimizni 4 tala tarafini ham chiroyli qilib qizartirib, qo'rib olishimiz kerak. Obedga, kechki ovqatga tayyorlab bersanglar, juda ham mazali yegulik bo'ladi. Mana chiroyli qilib hammasini qizartirib olasizlar, aylantirib qo'rib olinglar 4 tala tarafini ham. Tayyor bo'lgan kotletlarni salfetka solingan idishga ko'tarib olsanglar, ortiqcha yog'larni shimib oladi. Qolganlarni ham shu ketma-ketlikda qovurib, qizartirib pishirib olamiz. Juda ham oson hamda tezda tayyor bo'ladi. Mana kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishini qaranglar, chiroyli bo'lib chiqadi, qip-qizil bo'lib. Albatta tayyorlab ko'ringlar, oila a'zolaringizni xursand qilinglar. Men sizlarga ichlarini ham kesib ko'rsataman. Bu videolarim sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Juda ham mazali, ishonchli retseptlar. Mana ichlarini ham ko'ringlar. Juda ham mazali, ustlari kumir-kumir, ichlari yumshoq bo'lib chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim deb ikkinchi retseptimizni qilishni boshlaymiz. Bu retseptimiz ham juda ham mazali, ishonchli retseptlardan, bemalol qo'rqmasdan qilsanglar bo'ladi. 6 ta dona o'rtacha razmerdagi kartoshkalarimizni qirg'ichcha mana shunaqa yer ichidan o'tkazib olishimiz kerak. Hammasini mana qirg'ichdan o'tkazib oldik.
Endi bu kartoshkalarimizni idishimizga ko'tarib solamiz. Kartoshkalarni ko'mib turguncha muzdek suv solib qo'yasizlar. Birpas shu suvda turishi kerak kartoshkalar. Bu orada ichiga solinadigan qolgan narsalarni tayyorlab olamiz. Ozgina ko'k piyoz, ukrop, qashnichlarimizni mayda qilib to'g'rab tayyorlab olishimiz kerak. Uyda menda yaxlatilgan perslar bor edi, shuning uchun shu perslardan foydalanyapman. Agar sizlarda svejiy pers bo'lsa, bitta ko'k pers, bitta dona qizil persdan to'g'rab tayyorlab olinglar. 4 ta dona chesnokimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Bitta dona piyozimizni ham maydaroq shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Hamma ichiga solinadigan narsalarni birinchi bo'lib to'g'rab tayyorlab olinglar. Keyin kartoshkamizni suvdan ko'tarib olamiz. Faqat yaxshilab silkitib, suvlarini qoldirmasdan olinglar, ortiqcha suvlari qolmasin. Endi kartoshkalarimiz ustiga 3 ta dona tuxumimizni chaqib solib olamiz. To'g'rab tayyorlab qo'ygan piyoz, pers, zelenlarimizni ham solib olamiz. Ta'bga ko'ra tuz, murch qo'shamiz. 2 osh qo'shuvda un yoki kukuruzning kraxmal ham ishlatsanglar bo'ladi. Agar kraxmalingiz bo'lmasa 2 osh qoshiq un qo'shib yuboringlar. Hammasini bir xil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlashimiz kerak. Yaxshilab aralashtirib tayyorlab olinglar. Mana tayyor bo'ldi qiymamiz. Endi bu tayyor bo'lgan kartoshkali qiymamizni duxovka listiga kalka qog'oz solib, kalka qog'oz ustidan ham ozgina yog' sepib olamiz yoki surib olamiz. Tayyor qiymamiz solib turib, hamma yog'iga bir tekis qilib taqsimlab chiqishimiz kerak. Tayyor bo'ldi. Endi buni 200 gradusda 25 minut, 30 minut atrofida pishirib olamiz. Bu orada ichiga solinadigan nachinkasini ham tayyorlab olishimiz kerak. Buning uchun 2 ta dona piyozimizni maydaroq qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. 200 gram tovuq filesi ishlatyapman. Xohlasanglar bemalol go'sht ishlatsanglar ham bo'ladi o'rniga yoki kolbasalardan ham foydalansanglar bo'ladi. Uyda bor narsaga qarab qilishga harakat qilinglar. Tovuq filesini ham yaxshilab to'g'rab maydaroq qilib tayyorlab olamiz. 2 ta dona piyozimizni ozgina o'ldirib qovurib olishimiz kerak. To'g'rab qo'ygan tovuq filemizni ham solib qovurishda davom etamiz. Yarimtadan ko'k pers hamda qizil persdan ishlatyapman. Men yaxlatilgan perslardan foydalanyapman. Svejiy perslar bo'lsa, aytib o'tganimdek yarimtadan solasizlar. Xohishga ko'ra ozgina qora murch solarasizlar, ta'bga ko'ra tuz solasizlar. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Men tomat so'kidan foydalandim. Sizlar yoki qo'rma achchiq yoki tomat o'zidan foydalansanglar bo'ladi. Faqat ko'p solishingiz kerak emas. Ozgina solsanglar yetadi. 50 gram sir solib bitta aralashtirib 10 minutga dimlab qo'yamiz. Bu orada kartoshkali qiymamiz ham pishib chiqdi. Endi bu tayyor bo'lgan ruletimizni keskich yordamida 6 ta bo'lakga bo'lib kesib chiqasizlar. Razmerlarini o'lchab kesib olinglar. Shu bitta listdan 6 ta rulet chiqadi. Mana hammasini kesib tayyorlab oldik. Teylari ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqqan, qizarib, teylari ham, sutlari ham. Endi bu tayyor ruletlarimizni ichiga tayyorlab qo'ygan nachinkamizdan solib o'rab olishimiz kerak. Nachinkani ham 6 taga bo'lib olinglar. Shunda bitta ruletga 2 osh qoshiqdan to'g'ri keladi qiymasi. Mana shunaqa qilib oddiygina o'rab chiqamiz. Oson, qiyin emas, birpasda bo'lasizlar. Albatta qilib ko'ringlar shu retseptlardan. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Mana hammasini shu ko'rinishda o'rab tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan ruletlarimiz ustiga 100 gram qirishdan chiqarilgan sirimizni solib chiqamiz. Shunda ranglari yana ham chiroyli bo'ladi. Mazasi ham yana ham zo'r bo'lib chiqadi. 200 gradusda 10 minut yana duxovkada ushlab olishimiz kerak. Mana pishib chiqdi ruletlarimiz. Juda ham ko'rinishlari chiroyli bo'lib chiqadi. Faqat eriydigan yaxshi sirdan foydalanishingizni maslahat beraman. Menda qattiqroq sir bo'lgani uchun sal erishlari qiyin bo'ldi. Mana hozirlik ichlarini ham ko'rsataman. Juda ham sochli, mazali yegulik bo'ladi. Kechki
ovqatga yoki tushlikka tayyorlab bersanglar mazza qilib oila a'zolaringlar yeb olishadi. Duvoligini olasizlar, judayam shirin hamda mazali bo'lib chiqadi. Mana ichlarini ko'ringlar, ichlari вообще zo'r, sochniy bo'ladi qiymalari. Albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. O'zinglarni retseptinglarga qo'shib qo'yasizlar shunda. Mana ikkita retseptimizni pishirib tayyorlab oldik. Endi 3-retseptimizga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ikkita dona kichkinaroq qizil sabzimizni maydaroq shaklda to'g'rab olishimiz kerak. 4 ta dona kartoshkamizni ham to'g'rab tayyorlab olamiz. Tayyorlab to'g'rab qo'ygan kartoshka sabzilarimizni qozonimizga solib, ichiga suv solib, qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Ozgina ta'bga ko'ra tuz ham tashlab olishimiz kerak. Kartoshkalarimiz pishib turguncha ichiga qilinadigan nachinkasini tayyorlab olamiz. Buning uchun 2 ta dona piyozni to'g'rab olishimiz kerak. 4 ta dona chesnoni ham maydaroq qilib to'g'rab tayyorlab olinglar. Qozonimizni qo'yib, qozonchamizni qo'yib, ichiga yog' solib qizdirib turib, birinchi bo'lib shu mayda to'g'rab olgan chesnolarimizni solib qo'rib olamiz. Shunda yog'iga chesnoni mazasi o'tib, yana ham shirinli bo'ladi qiymanglar. Chesnogimiz qizarib ketmasidan 2 ta dona piyozimizni ham solib, ozgina qo'rib, piyozlarni o'ldirib olamiz. 150 gram atrofida qiyma ishlatyapman. Qiymamizni ham solib turib, yaxshilab qo'rishda davom etamiz. Xohishga ko'ra ozgina tomatning so'kidan solyapman. Sizlar bemalol tomatdan yoki qo'rmachi shulardan foydalansanglar bo'ladi. 20 minut past olovga dimlab qo'yasizlar qiymalari pishguncha. Bu orada mana kartoshka sabzilarimiz ham pishib oldi. Kartoshka sabzilarimizni yaxshilab esolab pyure holatiga keltirib olishimiz kerak. Mana pyure holatiga keltirib oldik. Endi to'g'rab tayyorlab qo'ygan zelen, ko'k piyozlaringlar bo'lsa, qo'shib yuborasizlar. Bitta dona tuxum, ta'bga ko'ra murch, tuz, 50 gram sirra qirg'ichdan chiqarib sovuramiz. 2 osh qoshiqda to'ldirib kukuruzning kraxmal solamiz. Hamma masalamizni bir xil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlashimiz kerak. Mana tayyor bo'ldi pyureli kartoshkali nachinkamiz, qiymamiz, ya'ni. Endi bu tayyor bo'lgan qiymamizni maxsus paketimizga solamiz. Agar sizlarda bunaqa paketlar bo'lmasa, bemalol rulon paketdan foydalansanglar bo'ladi. Ishlaydigan stolimizga birinchi bo'lib yaxshilab unimizdan sepib chiqamiz. Shunda salofandagi pyurelarimiz yopishmasdan chiroyli bo'ladi. Birinchi bo'lib mana salofan tayyorlab qo'ygan pyurelarimizni yaxshilab siqib dumaloq holatida chiqarib olishimiz kerak. Qoshiq yordamida tekislab shakl berib olamiz. Keyin chetlariga yana devor qilib siqib chiqaramiz pyureni, ya'ni o'rtasiga qiymasidan solib joylashtirasizlar. Shuning uchun chetlariga devor qilib chiqishimiz kerak. Bitta choy qoshiqda to'ldirib qiymasidan solib chiqamiz. Qo'limiz bilan shakl berib forma beramiz kartoshkali pyurelarimizga. Unli bo'lgani uchun qo'lingizga yopishmasdan chiroyli bo'lib chiqadi. Mana shunaqa qilib forma berib olinglar. Xohlasanglar dumaloq, xohlasanglar to'rtburchak shaklda bersanglar bo'ladi. Bu xohishingizga bog'liq. Ustini yaxshilab unlab turib, qo'limiz bilan shakl berib olamiz. Qolganlarni ham shu ketma-ketlikda siqib chiqarib, ichiga yetib o'tganimdek bitta choy qoshiqdan qiymasini solib, hammasini ketma-ket yasab tayyorlab olishimiz kerak. Shu ketma-ketlikda hammasini yasab olinglar. Mana kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Tovamizga unaqa ko'p emas, ozgina yog' solib turib, tayyor bo'lgan, yasab qo'ygan kotletlarimizni solib, past olovda mana shunaqa chiroyli rangga kirguncha chiroyli qilib qo'rib olamiz. Past olovda qovuringlar, baland bo'lib ketmasin olovinglar. Past olovda pishish kerak, chunki ichiga
Baribir un kraxmalli solinadi, shuning uchun past olovda pishirib olishimiz kerak. Tayyor bo'lgan kotletlarni ko'tarib idishimizga olib olamiz. Yog'i ko'p bo'lmagani uchun men salfetka solganim yo'q. Ko'proq yog'ga qovursanglar agar tagiga salfetka solib, keyin kotletlarni solishni maslahat beraman. Ortiqcha yog'larni salfetka shimib oladi. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mazasi ham rosa zo'r bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta insonlarga juda ham yoqadi. Albatta tayyorlab beringlar, yumshoqqina, ustlari kumir-kumir, ichlari yumshoq bo'ladi. Yoniga suqla qilib tayyorlasanglar yana ham yeyishli bo'ladi. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa bundan ham yaxshi videolarni sizlarga ulashaman. Mana bunisini ham ichini bo'lib ko'rsataman. Juda ham sochniy, rosa mazali bo'lib chiqadi. Albatta shu retseptlarda tayyorlab ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Sog' salomat bo'linglar, yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.